Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qaysi shahardan bo'lishlaringdan qat'iy nazar hozirda Rossiyada e'lon berishdi. Diqqat qilamiz bu gapga. Xo'p, Lyuboy fuqarosi bironta nelegal yurgan migrantni topib ushlab olib kelsa 10.000 rubl bilan, ya'ni $100 bilan mukofotlanadi degan e'lonni chiqarishdi. Xo'p, endi mana bu videoga e'tibor beringlar. Oddiy bir fuqaro, ya'ni rus fuqarosi kelib, ish joyida kelib, xotinni, ayolni dokumentlarini olib tekshirib, kissasiga solib qo'yib, to'g'ri olib borib milisaxonaga topshirmoqda va ayolni deportatsiya qilib yubormoqda. Buni evaziga oddiy fuqaro 10.000 rubl oladi. Endi ko'cha-kuyda, ishxonada kimdir sizlarni oldilaringga kelib, vashi dokumenti, tuda-suda desa, sen kimsan? Dokumenting, hujjatingni ko'rsatinglar. Ko'rsat deb aytinglar, so'ranglar. Ana undan keyin haqiqatan qanaqadir ichki ishlardan yo palondan, Pekindan bo'lsa, u hujjat ko'rsatish kerak sizlarga. Ehtiyot bo'lasizlar. Falshiviy dokument ham qilib olganlar ham bordir orasida. Lekin to'g'ri kelgan odamga, oddiy bir grajdanskiy formada yurganlarga dokument ko'rsata ko'rmanglar. Dokumentlaringni oladi, kissasiga soladi, ketdik deydi, bo'ldi, hech narsa qila olmaysizlar. Hech narsa qila olmay qolasizlar. Shuning uchun mana videoga diqqat bilan e'tibor beringlar. Yaqinlaringga mana shu xabarni yetkazdirib qo'yinglar. Rahmat hammalaringga. Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Вирджиния, здесь не канает, блядь.